onlayn savdoda sotuvlarni oshirishga sabab bo'ladigan birinchi narsa bu infografika bo'ladi. Xudo xolasa bugun mana shu videoda qanday qilib sun'iy intellekt bilan infografika yasashni o'rganamiz pro darajadagi. Nimaga pro darajadagi? Chunki o'zim oldin 4 yil davomida dizayner bo'lib ishlaganman. Dizayn qilishdan oldin biza o'zimiz, ya'ni savol berishimiz kerak bo'ladi. Tam 20 ta savol bor. Hozir asosiylarni aytib o'taman. Birinchidan, dizayn kim uchun? Erkaklar uchunmi, ayollar uchunmi? Yoshlari nechida? Qachon ko'rishadi? Nima sabab uni sotib olishmoqchi? Va shunga o'xshash qo'shimcha 20 ta savol bor. Bu savollar ro'yxatini Telegram kanaldan olishingiz mumkin. Link pastda. O'zingiz ham e'tibor berganmisiz? Birinchi marta Uzum marketda misol uchun narsa sotib olmoqchi bo'lsangiz, birinchi rasmini ko'rib turib, keyin uni ichiga kirasiz va narxini solishtirasiz, izohlarini ko'rasiz, kim qanaqa fikr bildirganini ko'rasiz. Lekin bizning vazifamiz o'sha siz rasmni ko'rib bosishingiz. Hozirgi kunda oson, yasash oson, любой odam yasa oladi, chunki sun'iy intellektga buyruq bersangiz bo'ldi. Bo'lmasa Gemini'da yasaymiz. Hozirda eng yaxshi rasm yasayotganlardan bittasi bu Gemini bo'ladi. Xo'p, mana Gemini deb saytiga kiramiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Gemini sayti o'zi bepul versiyasi bor, menda pro versiyasi. Bepul versiyasida ham limitlar yaxshi, ishlatsangiz bo'ladi. Agar mabodo limit tugab qolsa, pro versiyasini sotib olishingiz mumkin. Qimmat emas. $5 adashmasam $10 turadi. Xo'p, deylik biz krossovka dizaynini qilmoqchimiz. Deylik mana bu krossovka. Kopirovat qilamiz va Gemini'ga tashlaymiz. Ikki xil pozadagi rasm tanlaymiz. Mana bu yerda ham bor ekan. Va biz buyruq beramiz. Rus tilini bilmasangiz, o'zbek tilida yozsangiz ham bo'ladi. Hozir o'zbek tilida ko'rsataman. Aslida ko'pincha rus tilida ishlataman, lekin o'zbek tilida ham yaxshi gapiradi. Yaxshi buyruq bersangiz. Xo'p, yozamiz. Menga Uzum market uchun infografika yasab ber. Nomi New Balance, orqa fon chiroyli bo'lsin va eng o'sha yerda muhim joylardan bittasi razmerini to'g'ri yozishimiz kerak bo'ladi. Razmeri 1080 ga 1440 piksel bo'lsin. Mana bu yerda создать изображение degan joyi bor, bosamiz va bu yerdan prosini bosib qo'yamiz. Endi prosi yaxshiroq qiladi. Bosamiz. Kutamiz ozgina. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Razmerlari zo'r. Uzum market deb belgisi qo'yibdi. Hoziroq sotib oling. Bularni yo'qotish uchun biz yozamiz. Uzum market logosini olib tashla va hoziroq sotib olish tekstini ham olib tashla. Buni kerak emas. Keyin bitta yaxshiroq tavsiya, biz referens tashlasak bo'ladi. Misol uchun yozamiz. Bu hozir qimmat ma'lumot desak ham bo'ladi. Ko'pchilik bilmaydi. Krossovka infografika deb post beramiz Pinterest saytiga. Infografika degani shu dizaynlar. Misol uchun ko'ryapmiz, mana bu zo'r chiqqani, ili mana bu. Mana shuni tashab turib, ya'ni osonroq usuli buni saqlanib qolamiz va Gemini'ga o'tamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu ham yaxshi chiqdi, yomon emas. Agar siz mana shunaqa dizayn xohlasangiz, Gemini'da yangi bo'lim ochamiz, yangi novi chat. O'sha rasmni tashlaymiz va ikkinchi rasm, ya'ni mana bu yerda bizga kerak bo'ladigan rasmni tashlaymiz. Xo'p, buni ham nusxa olamiz, Gemini'ga tashlaymiz va yozamiz. Mahsulotni almashtirib ber. Birinchi rasm. Bu yerdan dumishiga qo'yamiz, tezroq ishlaydi. Создать изображение. Gemini yaxshi rasm yasaydi, o'sani hisobiga sal vaqt oladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, o'sha prosta rasm tashadik, bizani rasmimizni almashtirib berdi mana. Buni hozir saqlanib katta qilib ochib ko'rsataman. Ko'ryapsizlarmi, qanaqa birga-bir o'xshat. Pinterestdan boshqalar rasmini olamiz va rasmni almashtirib berdingiz. Mana qarashlaringiz mumkin. Endi mana shuni bizga o'zbek tili kerak bo'lsa, prosta boyagi Gemini saytiga kiramiz. Mana Gemini sayti o'zbek tiliga o'girib ber. Yozayotganda ko'cha tilida emas, adabiy tilda yozish kerak bo'ladi. Chunki bularni adabiy tilga moslashtirilgan. Kutamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Erkaklar krossovkalari sport va dam olish uchun bir-ikki xatoliklari bo'lsa, mana shu yerga post bersangiz yozib beradi. Endi bizga mana shuni ikkinchi bet kerak. Ikkinchi betni qilib ber deb yozamiz.
Men o'zim dizayner bo'lib ishlagan paytimizda juda ham qiynaldik. Mana shu rasmni yasash uchun bilasizlarmi? Kamida yarim soat, 1 soat vaqtimiz ketardi. Bu sal sekin ishlashning sababi o'zi hamma ma'lumotlarni yig'moqda, qanaqa bo'lishini o'zi hal qilmoqda. Mana o'zi orqa tomonni ko'rsatdi, mana ranglarni ko'rsatib bermoqda. Mana shunaqa ketaveradi. 3-bet desangiz, yana 3-betda yasab tashlaydi. 3-betni rasmsiz ma'lumotli qilib ber desak, bizga ma'lumotli qilib beradi. Taxminan 10-15 daqiqada biz bitta krossovka dizaynini, infografikasini yasab bo'lyapmiz. Bu juda ham yaxshi, bu juda ham zo'r degani. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana qanday turishlari, shaharga bu 3-bet foydalan taassurot bir narsa. Endi buni o'zgartirsak ham bo'ladi. Xuddi mana shunaqa sifatda qanday yasagan bo'lsam, bemalol yasashlaringiz mumkin. Birovni rasmini chopish yomon, lekin uni o'zgartirsak bo'ladi. Deylik, mana o'zimda ham bir yaxshi infografik ko'rib qolsangiz, o'shani ozgina o'zgartirib o'zingizga ishlatsangiz bo'ladi. Nima qilasiz? Deylik, mana bu krossovka. Mana shuni yana kopirovat qilib yangi chat ochamiz. Обязательно ochish kerak. Yangi chat ochganda sizning ma'lumotlaringizni saqlab boradi. Dizaynini sal boshqacharoq qilib ber. Rangini sariq qil, misol uchun. Sariq qil deymiz va bizga xudo xolasa sariq rangli infografika, ya'ni mahsulotni yaratib beradi. Siz trimmer sotsangiz ham, farqi yo'q, sovun sotsangiz ham, hattoki prosta telefon bilan rasmga olasiz. Mana shu Gemini'ga tashiysiz va referens kerak bo'lsa referens tashiysiz. Mana shu rasmni almashtirib menga dizayn yasab ber deb buyruq bersangiz bo'ldi. Mana ko'ryapsizlarmi? Zo'r, вообще zo'r. Bir xil hamma dizaynlar bir xil. Pastni plus sal o'zgartir deganimizga sal joylashini o'zgartirgan, krossovkani sariq qilgan. Xudo xolasa bugungi videomiz tugadi. Buni albatta qilib ko'ringlar. Yaxshi savdoingizga ta'sir qiladi. Salomat bo'ling, charchamang. Xudo xolasa keyingi videolarda yana yaxshiroq ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, chunki bu menga aytgan rahmatingiz bo'ladi. Sizga ham rahmat aytaman. Salomat bo'ling.